Ulamolar aytadi, musulmon kishini albatta 3 ta qo'rg'ondan bitta qo'rg'oni bo'lishligi shart. Yoki uchalasi bir vaqtda bo'lishligi kerak, yoki uchalasidan bittasida doim bo'lib turishligi kerak. Bitta qo'rg'oni masjid. Modomiki musulmon masjidda bo'lar ekan, dunyo fisq fujur fasodlardan omonda bo'ladi. Doim masjidda imkoniyati bo'lmayapti turishlikda, ikkinchi qo'rg'oni Allohning zikri. Ya'ni tilida Allohni zikr qilib turishi kerak. Shunda u albatta bir qo'rg'onda ichida bo'ladi. Va uchinchi qo'rg'oni Qur'on tilovati. Uchalasiga ega bo'lgan kishi shaytondan uzoq bo'libdi deyiladi. Endi mana shu uchala qo'rg'ondan birortasida bo'la olmayotgan bo'lsa bir inson, albatta u shaytonning qo'rg'oniga tushib qoladi deyiladi. Modomiki biz bu yerda Alloh uyida o'tiribmiz bitta qo'rg'on, Allohning zikrini qilyapmiz ikkinchi qo'rg'on va Allohning kitobidan dars qilib o'rganyapmiz, biz tamomiy qo'rg'onda o'tiribmiz. Mana shuning uchun Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Ala